Yangiyer ayli hukumatining Borbordiq aylida turg'unaman. 1970-yildan beri o'sha yerda yashayman. Bizlar shu Laylak rayonining eng chetki joyida, eng chetki joyi bir katta asfalt yo'l bor, past Tojikiston, usti Qirg'iziston. Barliq ishimiz shu Tojik to'g'onlar bilan. Tojik to'g'onlar bilan shu qizim qanday qilib bilish kerakki, shu отношенияni yaxshi qilishimiz kerakda. Endi rayonimiz 80 kilometr mana Isfana orqadan. Vatken 100 kilometrdan ortiq. Butun bir kerakmi, bu produktga kerakmi, Tojikka tushamiz. Qanday qilib bo'lsa shu produktni erishib, nimani отношенияni yaxshi qilishimiz kerakda qizim. Men ketib tursam shu pastdan chiqib otdi-da, men kelib o'qitdi. Bittasi bu yerga, bittasi bu yoqqa tegdi. Rahmat doktorlarimizga, mana shuni olib, nimasini qildi, baribir nimalarni qarang shishib ketgan nima. O'shanga endi shuni qanday qilishimiz kerakki, shu отношенияni Tojik to'g'onlar bilan yaxshi qilishimiz kerakda qizim. Nega Ispaniyaga kelish shuncha, Vatken shuncha. Bitta asfalt yo'q Tojik. Bir produktga kerak bo'lsa ham borib o'shandan olib chiqamiz. Shu отношенияni qanday qilib bo'lsa shularni yaxshi qilishimiz kerak. Men kanalni bo'yidan, o'z territoriyadan o'tgan kanaldan ayluzi boshqa tushib ketayotgan edim. Mashina haydab ketayotgandim. U bir katta kanalni u yog'idan turib, kanal emas, sevraha. U yog'idan turib, u avtomatmi, snaypermi, nima bilan otganini bilganim yo'q. Mashina so'l taraf baloniga kelib urib, kapoti teshib kirib, butun urdi. Mashina haydab ketayotgandim. O'sha turishchi zadniga solib, sevrahadan yuqoriga qochib, zo'rg'a zadning ostidan chiqib bordim. U yerda o'z soldatlar, militsiyalar turti ular urushgan yo'q, yo bir qurol ko'targan yo'q. Darrov hali yigitlar meni mashinani olib boshqa mashina o'tkazib qo'limga olib keldi, undan bu yoqqa Ispaniyaga olib keldi doktorga. Endi bu tojiklar deng shu shariat ilmidan juda ilgaridagi odamlar. 135 davlatda 1,5 milliarddan ortiq musulmon bo'lsa, shariat ilmi bo'yicha birinchi o'rinda Misr, ikkinchi o'rinda Eron, uchinchi o'rinda Eronda endi bular fors tilida. Uchinchi o'rinda O'zbekiston hisoblari bo'ldi. Endi bularni bu ro'za kunlarida bunday qilganini bular qilmaydi deb o'ylayman. Bu boshqa bir odamlar. U yerda eli butun bizlar bilan tanishdi. O'sha yerdan 108 ta tojik o'tib shu Borbordiq aylida Qirg'iziston grajdan bo'lib pasport olgan o'sha yerda yashaydi. Ularning tug'ilgan urug'i bor. 66 tasi временно pasportligida endi mumkin hozir ko'payib ketgandir. Endi ular bunday qilmasa kerak, uni boshqa bir qanday bir boshqa odamlar qilyapti-da. O'sha Qo'stako'zda yeli ham bunaqa ish qilmaydi ular. Demak, o'sha bizlar butun mana shunday aralashib ketgan u yerni. Ularning ham ishi bo'lsa kelaveradi, bizning ham ishimiz bo'lsa boraveramiz. Musulmonning qilgan ishi butun noto'g'ri, musulmon bu ishni qilmaydi-da qizim. Bular musulmon emas, qandaydir bir nayomlik. Uni tusini ko'rganim yo'q, bir 50-100 metr nayada u nimani ketib bekin bo'lgan, tusi qanday odam. U yer shu Qo'stako'zda yeli bizlarni Borbordiq aylida 50 pashta hammasini taniydi. Bizlarni yeli ham ularni taniydi. U qandaydir boshqa bir odamlarda. U Qo'stako'zda yelida ham bunaqa qiladigan bir bilmadim-da, shu birinchi boshlangan kuni putimni o'qitdi, meni bu yoqqa Bamsiga olib keldi, undan keyin bu yoqqa borganim yo'q. Ular to'nab ketdim, olib ketdim, undan xabarim yo'q qizim. Lekin to'nab ketgan bo'lsa ham o'sha yerda eli emas, bu qayerdan borgan, точно bular bir yomon odamlar borgan. U yer bilan bizni eskidan tanishdi. Endi qiz berib, qiz olib yurgan aloqalarimiz ko'p. O'sha tojik to'g'onlarini. Shu yerdan bir qiz olsa yo qiz bersa chaqiradi. Bu Qirg'iziston grajdani ketsin u deb birdak to'yga boramiz, oshini yeymiz, qadimini o'qiymiz, kelamiz. Borbordiq aylining arqa bir masjidida 13 yildan beri imomlik qilaman. 13 yildan beri imomlik qilaman. U yerda shu namoz o'qiydigan tojik ham to'lyapti. Tojik ham ko'p. Uni birov san tojik, san bu yoqqa ket, bu yoqqa ket demaydi, hech kim aytgan emas. Nimaga u ham Qirg'iziston grajdanidir. Ularning ichida bundaqa yomonlik qiladigan odam. Shu o'z territoriyada yashaydigan. Arqada Qirg'izistonda yashaydigan. U Qo'stako'zdan keladigan, Tojikdan keladigani yo'q. O'zimizda yashaydigan Qirg'iziston grajdani kelib namoz o'qiydi. Namoz o'qimaydigani ham ko'p, namoz o'qiydigani ham ko'p.